Poliuretan, tep, eva. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan poyabzal podoshalari haqida gaplashamiz. To'g'ri poyabzal tanlashda bu eng muhim omil hisoblanadi. Poyabzal podoshalari seriyosining tuzilishiga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi. Bulardan eng ko'p foydalaniladigani poliuretan, tep va eva. Demak, bularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Poliuretan. Demak, poliuretan podoshaning afzalliklari: yengil bo'ladi, sovuq tortmaydi, ya'ni yerdan oyog'ingizga sovuq o'tkazish koeffitsiyenti kam bo'ladi va narxi arzon bo'ladi. Kamchiliklari: issiqda yumshab ketadi, poyabzalni cheti ochilib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi va mashinada ko'p yuruvchi insonlar uchun tavsiya qilmayman, chunki pedalni bosganda mana bu joydan bo'linish ehtimoli yuqori bo'ladi. Tep, ya'ni termoelastoplast, termoplastik elastomerlar aralashmasi. Buning afzalliklari: eng muhim afzalligi silliq joyda sirpanib ketmaydi. So'ng juda mustahkam bo'ladi. Poyabzalni cheti ochilib ketish ehtimoli nihoyatda kam. Va mashinada yuruvchi insonlar uchun tavsiya qilaman, pedalni bosganda uncha-munchaga yirtilib ketmaydi. Buning kamchiliklari esa og'ir bo'ladi, sovuqda qotadi va narxi qimmat bo'ladi. Eva, ya'ni etilen vinil asetat. Bu podoshaning afzalliklari: eng yengil material hisoblanadi. Yumshoq bo'ladi va amortizatsiyasi juda kuchli. Va mashinada yurganda bo'linib ketmaydi. Kamchiliklari: tez eziladi, yumshoq bo'lganligining hisobiga va juda sirpanchiq bo'ladi. Narxi ham qimmat bo'ladi. Xullas, bugungi beradigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Men o'ylayman, bu sizlarga manfaatli bo'ladi. Agarda mana shu ma'lumotlardan foydalanib, qaysidir poyabzal sotuvchisiga murojaat qilsangiz, unda siz haqingizda poyabzalni tushunar ekan degan tushuncha paydo bo'ladi va siz bilan o'ylabroq muomala qiladi. Bundan keyingi chiqadigan qiziqarli va foydali videolarimizdan boxabar bo'lish uchun bizga obuna tugmasini bosib qo'ying, do'stlaringizga ulashing va poyabzal haqida qiziqarli ma'lumot bilsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Biz uni ko'pchilikka ulashamiz. E'tibor uchun rahmat. Aytgancha, bundan keyingi videolarimizda ba'zi noinsof poyabzal sotuvchilarining yolg'onlariga aldanmaslikni o'rganamiz.